Bozorga borasiz, mardkor gaplashasiz. Mardkor kuniga 300 mingdan kamida ishlaydi. 9 dan 5 gacha ish vaqti. Gap yo'q, mard bolalar og'ir ishlarni qilishadi, yuk tashishadi, mana bunaqa korobkalarni tashishadi, yer chopishadi, o'tin kesishadi. Lekin soat 5 bo'lishi bilan qo'lda lapatkami, boltami, ketmonmi shundoq basharangizga otib olishadi. Mana vaqtim tugadi, qo'shib ber yoki men ketaman deyshadi. Malades bolalar xullas. Solishtirish shunaqa bo'lyapti. Endi ustalarni hisoblaymiz. Master ustali. Bitta kamanada 5 ta odam 200 kvadrat joyi bo'yash kerak. Oldi orqasi 100 dan hisoblasak, ish vaqti 9 dan 5 ga ish. Nimagaki srok bo'ladigan bo'lsa, kechqurun projektor yoqib ham ish bitish uchun bosiladi. 200 kvadrat joyi 30 mingdan bo'yalsa 6 million so'm bo'lar ekan. 4 kun vaqt ketar ekan, 2 kun bir yoq tarafiga, 2 kun bir yoq tarafiga lesa buzib qurish bilan. 6 million so'mni 4 kunga bo'lsak, kuniga 1,5 million so'm to'g'ri kelyapti 5 kishiga. 1,5 million 5 kishiga bo'lsa 300 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. Endi solishtiramiz. Oddiy odam yoki mardkor bu ishni hayotda qila olmaydi. Chunki balandlikdan qo'rqadi.